Assalamu alaykum, hürmetli televizor körgüçüler. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumratay Erkin. Bugun seyşembe. Hurmatli ko'rmanlar, tövende diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsiloti bo'lsin. Angliyaning yuqori sud mahkamasi 27-iyun kuni tarixiy qaror chiqarib, Angliya Davlatlik Jinoiy ishlar idorasining Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik to'qimchilik mahsulotlarini tekshirmasligini qonunsizlik deb e'lon qilgan. Faoliyatchilar va advokatlar Angliya yuqori sud mahkamasining bu qarori parcha sotquchi shirkatlar Angliyaga import qilgan mahsulotlar majburiy amgak chetishlik bo'lsa, qonuniy jazoga tortilishdek zo'r oqibat keltirib chiqaradiganligini bildirmoqda. Dunyo Uyg'ur Qurultayı bilan Markaziy Angliyadagi dunyoviy qonun harakati tori birlashib, Angliya yuqori sud mahkamasiga yo'llagan bu ariz 2023-yili 1-oyda London sud mahkamasining shu xildagi arizni rad qilishdan keyin qayta sunilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu qatam yuqori sud Angliya Davlatlik Jinoiy ishlar idorasining jinoyatga chetishlik mahsulot bozor bahasi bo'yicha muvofiq bahada sotilgandan keyin mahsulotning jinoiy xarakteri xolos bo'ladi. Bu ahvolda shu xil mahsulotni setish va setib olish hech qanday javobgarlik tortilmaydi degan fikrni rad qilgan. Yuqori sud jinoyatga chetishlik mahsulotlarni setib olish uning jinoiy mohiyatini o'zgartmaydiganligini, shunga Angliya jinoiy ishlar idorasining bu xil mahsulotlarni tekshirmasligining qonunsizlik bo'lganligini qaror qilgan. Dunyoviy qonun harakati torining bu deloga mas'ul advokati Lena Bernard xonim 27-iyun Londonda o'tkazilgan bu vaqtdagi axborot yig'inida yuqori sudning qarorining zo'r ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Lena Bernard mundaq dedi: Albatta, biz bu qarorni keng doiradan yer shari kapitalistik sistemining adolatsizligiga raqobat e'lon qilishning muhim bir qadami deb qaraymiz. Bu qaror majburiy emgak mahsulotlarini import qilayotgan va setayotgan Angliya shirkatlariga nisbatan zo'r oqibat elib keladi. Sotning bu qarori bu shirkatlarning aktiv pul yuvish va jinoiy mahsulotlar savdosi qilish sababidan jinoiy ishlar javobgarlik qonuni bo'yicha jazoga tortilish mumkinligini isbotladi. Lena Bernardning qayd qilishicha, yuqori sudning qarori shirkatlarning ta'minlash zanjirini tozalashi, bo'lmasa jazoga tortilish haqida aniq signal bermoqda ekan. Lena Bernard bu vaqtda mundaq deydi: Bu qaror shuni aniq qayd qilmoqdaki, shirkatlar cho'qim o'zining ta'minlash zanjirini tozalashi yoki jazolanish xavfiga duchor bo'lishi va yoki mahsulotining jinoiy mol sifatida musodir qilinishiga tavakkul qilish kerak. Lena Bernardning ta'kidlashicha, bu dunyodagi Uyg'ur majburiy amkiga aloqador Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga qartilgan irqiy qirg'inchilik chetishlik ta'minlash zanjirini to'sishga munosabatlik tunji g'alabalik deyildi ekan. Halbuki Angliyaning bir baldaq töven darajadagi London sud mahkamasi 2023-yili 1-oyda chiqargan qarorda Angliya hukumat organlarining fikrini qo'llab, Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik mahsulotlarini tekshirish va javobgarlik tortishda ehtiyotchanlik bo'lgan o'lchamlik dalil isbot masalalarining borligini ilgari surgan. Lekin bu qatim yuqori sudning bu qarorni rad qilganligi ma'lum bo'lmoqda. Dunyo Uyg'ur Qurultayı London ishxonasining direktori Rayma Mahmud xonimning qayd qilishicha, Angliya yuqori sudining qarori Uyg'urlar uchun bir tarixiy voqea ekan. Lekin Rayma Mahmud bu vaqtda to'xtalib, Angliya yuqori sudining qarorining ahamiyati Uyg'urlar masalasi bilan cheklanmaydiganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Angliya yuqori sudi bu qatim mol setib olg'uchining jinoiy molni muvofiq bahada setib olg'uchi qo'g'dildiganligi, ammo mol o'tkazilgan hamon jinoiy javobgarlik tug'ildiganligini bildirgan. Bu qaror jinoyatga chetishlik mol-mulkni setib olg'ili bo'lsa-mu, ammo o'tkazib ilishga bo'lmaydiganligini ifodalamoqda ekan. Advokat Lena Bernard 27-iyun o'tkazilgan axborot yig'inida yuqori sudning qarorining bu masaladagi o'yin qoidasini o'zgartganligini bildirdi. Lena Bernard mundaq deydi: Töven sudda utuqqa erishgan davlatlik jinoiy ishlar idorasi yuqori suddimi jinoiy mahsulotlar muvofiq bozor bahosida setib olinsa, uning pokizlanib jinoiy mahsulot bo'lishdan qoldiganligi. Bu xil mahsulotning ta'minlash zanjirida bexaraman aylanishi hech kimning uningdan hazar qilishiga hojat yo'qligini da'vo qildi. Lekin yuqori sud mal setib olg'uchi navoda majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan paxta mahsulotini setib olgan bo'lsa, bu mahsulotni yetkigan hamon buning jinoiy javobgarlik chetildiganligini aniq sharhladi. Ma'lum bo'lishicha, Angliya yuqori sudi yana birdek atalmish Uyg'ur avtonom rayonida keng ko'lamli kishilik huquq dafsanchiligining yuz berayotganligiga doir ko'p xil zo'r miqdordagi va uzluksiz ko'payayotgan moddiy paktlarning borligini e'tirof qilganligini bildirgan. Chet el tadqiqot o'rinlari va kishilik huquq tashkilotlarining dokladlarida qayd qilinishicha, Xitoy hukumati majburiy emgakning mavjudligini inkor qilsa-mu, ammo 380 dak jazo lager joylashgan vatanimiz Sharq Turkistonda majburiy emgak kunsari ko'lamlashmoqda ham sistemlashmoqda ekan. Dunyo Uyg'ur Qurultayı bilan dunyoviy qonun harakati tori Angliya yuqori sudiga sungan arzida Xitoy paxta mahsulotining 85%ning vatanimizda ishlab chiqarilganligi va rayonda majburiy emgakning keng umumlashganligini bildirgan.
Xitoy hukumatı 2023 yılı 12 ayda Xitoydagi fuqarolarning yangi raqamlik, ya'ni digital kimlik kartasiga ko'chadiganligini e'lon qilgan edi. Xitoy taratqullari Xitoy fuqarolarining yangi raqamli kimlik kartasi 2024 yilning oxirlaridan boshlab tarqatilish mumkinligini bildirmoqda. Halbuki Xitoyning yangi raqamli kimlik kartasi Xitoy fuqarolarida shaxsiy uchurning bexatarligi va doiralar tarafidan yuqori texnika orqali nazorat qilinish ham taqiblanish andishisini kuchaytmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning yangi raqamli kimlik kartasi ko'p iqtidorli bo'lib, bu shaxslarning DNA xaritasi, qondoshlik munosabati bor kishilar bilan bo'lgan DNA aloqa tori, shaxsning oila munosabatlari, iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlari, shundaqla GPS taqiblash sistemasini o'z ichiga olgan ekan. Buning asosan raqamli kimligi bo'lgan har qanday kishining o'rnini bekita oladi ekan va topa oladi ekan. Xitoy hukumatı ilgari Uyg'urlarni bostirishda bu xil yuqori texnikalik nazorat sistemasini sinab qilgan ham ishlatgan. Kishilik huquq tashkilotlari va chet el tadqiqot o'rinlari Xitoy doiralarining bu xil texnika orqali vatanimizda yuqori texnikalik soqchi nazorat sistemasini qurib, 2017 yili Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilishda bu xil sistemadan foydalanganligini bildirgan. Amerika hukumatı bu sistemani qurishga ishtirok qilgan Dahua, Xeykang shirkatiga o'xshash ba'zi Xitoy korxonalarini qora tizimlikka kirgizgan yoki cheklagan edi. Biometrlik kun tartib nomli torning xabar qilishicha, bu xil raqamli kimlik kartasi Xitoy Jixi ministrligining boshchiligi va Xitoy davlatlik uchur markazining boshqarishidagi zanjirsimon qamal mulozimat tor sistemasining hamkorligida elib berilmoqda ekan. Xitoy Jixi organlarining tarqatgan bu vaqtdagi uchurlarda hatto bu xil raqamli kimlik kartasining soqchiga xabar berish va qutqizishga chaqirish iqtidorining borligi. Bu kartaning ijtimoiy farovonlik kartasi, davolanish kartasi, bank kartasi, sug'urta kartasi va avtomobil pravisi o'rnida ishlatiladigan ko'p xil iqtidorning borligi bildirilgan. Xitoy raisi Xi Jinping 2 iyuldan 6 iyulgacha Qozog'iston va Tojikistonda ziyorat bo'lgan bo'lib, bu mezgilda u yana Qozog'istonning sohibxonligida o'tkaziladigan Shanxay hamkorlik tashkiloti boshliqlari yig'iniga qatnashadi ekan. Xi Jinpingning ziyorati Beijing doiralari O'rta Osiyo Jumhuriyatlariga qarata diplomatik faoliyatlarni kuchaytgan bir vaqt elib berilmoqda. Xi Jinping O'rta Osiyo Jumhuriyatlarining rahbarlari bilan o'tgan yili 5 oyda Xi'anda o'tkazgan boshliqlar yig'inida ikki tarafning iqtisodiy va diplomatik aloqalarini taqim cho'nqirlashtirishni chaqirgan edi. Fransiya agentligining xabar qilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying 30 iyun yakshanba kuni e'lon qilgan bayonotida bu qitimliq ziyorat jarayonida Xi Jinpingning Ostonada o'tkazilgan Shanxay hamkorlik tashkilotining 24-qatimliq boshliqlar yig'iniga qatnashadiganligi, shundaqla Qozog'iston bilan Tojikistonda davlat ziyoratida bo'lganligini bildirgan. Hua Chunying Xi Jinpingning 2 iyuldan 6 iyulgacha bo'lgan oraliqdagi Qozog'iston va Tojikiston ziyoratining Prezident To'qayev bilan Prezident Imom Rahmonning taklifiga binoan elib berilganligini aytgan. Lekin ziyoratda muzokara qilinadigan konkret masalalar haqida hech qanday uchur bermagan. Fransiya agentligining bildirishicha, O'rta Osiyo Xitoyning bir balvoq bir yo'l xalqaro ulaslari taraqqiyot turining muhim halqasi bo'lib, O'rta Osiyo Jumhuriyatlari Moskvaning ig'vogarchilik xarakteridan barqancha andish qilayotgan bir paytda, Beijing Moskvaning Ukrainaga qurolliq tajovuz qilishdan kelib chiqqan bu rayondagi bo'shliqni to'ldirmoqchi ekan. Xi Jinpingning ziyorati Xitoyning yaqinda O'zbekiston va Qirg'iziston bilan Qashqar, O'sh, Farg'ona temir yo'l kelishimini rasmiy imzolashi, shundaqla Qirg'iziston parlamentining o'tgan hafta talash tortishdagi bu kelishimni tasdiqlashining orqasidan elib berilmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizə kundalik xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Thank you.